O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi darvozaboni Jasurbek Umurzoqov Shimoliy Koreyaga qarshi o'yinning 49-daqiqasida sheriklarini oldinga boshlash uchun to'pni tepib yubordi. Raqib jarima maydoni tomon uchib ketayotgan to'pni qaytarish uchun esa koreyalik darvozabon yugurib chiqdi, biroq pozitsiyani noto'g'ri tanlagani uchun to'pni o'tkazib yubordi. Ko'pgina darvozabonlar o'z jarima maydonida to'pni qo'liga olganda o'zini yo'qotib qo'yadi, lekin William Hasmer Torontoga qarshi o'yinda o'zini butunlay boshqacha ko'rsatdi. Kubok o'yinini so'nggi daqiqalari o'tib turgan paytda Hasmer jamoasi 1-2 hisobida imkoniyatni boy berayotgandi. Shunda Hasmer tavakkal qilib raqib jarima maydoniga keladi. Toronto jamoasi himoyachilari esa to'la-to'kis unga to'pni sovg'a qilishadi va Hasmer o'zini kuchli zarbasi bilan hisobni tenglashtiradi. Rene Higuita o'z jarima maydonidan tashqarida o'ynashni juda yoqtirgan. U deyarli barcha o'yinlarda raqib jamoa o'yinchilarini aldab, hech bo'lmasa bir marotaba maydonning o'rtasigacha kelardi, lekin bu urinishlarning hammasi ham omadli kechmagan. Shunga qaramay, Renening hisobida bir necha chiroyli gollar bor va ulardan birini tomosha qilishingiz mumkin. Ushbu videoda Martpum va uning hujumchilarga xos bo'lgan chiroyli goli. Martpum derbi jamoasidagi 5 yillik o'yinidan so'ng Sunderlandga o'tgan va o'zining Sunderlanddagi birinchi o'yinida sobiq jamoasi darvozasiga o'yinning 90-daqiqasida gol kiritib hisobni tenglashtiradi. Ushbu o'rinni Braziliya futbol afsonasi Rogério Ceni egalladi. U o'zining 24 yillik karyerasi davomida mingdan ko'p o'yin o'tkazgan va 120 ta gol urgan. Ushbu darvozabonning gollari ko'pligidan unga atab butun boshli video tayyorlasa ham bo'ladi. Lekin biz uning o'z karyerasi davomida urilgan 100-golini qo'yishga qaror qildik. Odatda darvozabonning goli jamoaga g'alaba keltirishi yoki mag'lubiyatdan qutqarib qolishi mumkin va kamdan-kam hollarda darvozabonning goli butun boshli mavsumni qutqarib qolishi mumkin. Angliya futbol ligasining 1998-99-yildagi so'nggi o'yinida Carlisle United jamoasiga mavsumdan chiqib ketmasligi uchun g'alaba zarur edi. O'yinning so'nggi daqiqalarida Jimmy Glass gol uradi va jamoasining mavsumda saqlab qolinishiga yordam beradi.